Amerika Maliya Ministerligi 31 iyul kuni Uyg'urlar diyoridagi siyosiy bostirish va kishilik huquq dafsandichiligiga chetishlik degan ayb bilan atalmış Şinjan ishlab chiqarish va qurilish Bingtuanning ilgirki va hozirgi rahbarlarini yer shari Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolaganligini e'lon qilgan edi. Amerika Tashqi ishlar ministeri bu xabarni anglagandan keyin darhol bu haqda oshkora bayonot e'lon qilib, o'zining bu qarorini qizg'in olqishlaydiganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministerligining to'r betida e'lon qilingan bayonotda Mike Pompeo Xitoy Kompartiyasining Xinjiangdagi Uyg'urlarga va boshqa musulmonlarga qarshi ijro qilayotgan kishilik huquq dafsandichiligini mush asrning yuziga tushgan dog' deyishga bo'ladi. Trump hukumati Xitoy hukumatining zulm, zo'r tutqun, yuqori fan texnikalik nazorat, majburiy emgak va majburiy nopus kontrolligi qatorliq bir qator qilmishlariga qarshi dunyoviy tirishchanlik yetakchilik qilib keldi. Biz bu prinsipal harakatni davom qildirmoqchimiz dedi. Bayonotda 2020 yili 9 iyulda Amerika hukumatining Uyg'urlar diyoridagi 1-nomerlik amaldor, shundaqla Bingtuan partkomining 1-sekretari Chen Chuangoni qora tizimlikka kirgizganligi, Uyg'urlarni bostirishda Bingtuanning bevosita javobgarligi bo'lganligi uchun amdilikda Bingtuanning hamda uning ilgirki va hozirgi rahbarlarining bu tizimlikka kirgizilganligi alohida ta'kidlanadi. Mike Pompeo bayonotining oxirida dunyodagi barliq davlatlarni Xitoy Kompartiyasining bag'ansiri yuqori pallaga chiqayotgan dafsandichilik qilmishlarini ayblashga, shundaqla o'zlarining haqqoniyat sepiga qaytilishga chaqirdi.